farz degani bajarilishi shart narsa, majburiy narsa. Buni inkor qilgan kofir bo'ladi. Qilmagan katta osiy bo'ladi. Bu majburiy ishdir degan ma'noni bildiradi. Vojib ham bizning mazhabimizda ana o'sha farzdan bir oz pastroq, lekin albatta bajarilishi lozim amal hisoblanadi. Boshqa mazhablarimizda hammasini vojib deb o'sha bizdagi farz tushunchasini beradi. Xo'sh, Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan bandalariga o'zi majburiy ibodatlarni joriy qilib, bularni hisob-kitob qilib, qilganga savob berib, qilmaganga azob berishni joriy qilishini hikmati nima? Nima uchun shu narsani qildi? Savol shu. Bu savolga ulamolarimiz barcha narsalarni o'rganib, hujjat dalillarni saralab, qisqa qilib aytadilarki, albatta Alloh subhanahu va taolo bandalariga o'z ibodatini vojib qilishdan ko'rsalagan birdan bir maqsadi bandalarni jannatga kirishini vojib qilmoqdir. Ya'niki bandalarim albatta jannatga kirsinlar, kirishlari vojib bo'lsin deb Alloh taolo siz bilan bizga o'zimizga ma'lum ibodatlarni vojib qilgan ekan, buyurgan ekan, amr qilgan ekan. Bundan chiqadiki, ibodatlarni joriy qilish, siz bilan bizga farz qilish, vojib qilish, hisob kitobini olib borish, qilganga savob va jannatni berish, qilmaganga gunoh va dozoqni berish ishlarini barchasi faqat bizni foydamiz uchun qilingan ekan. Alloh subhanahu va taoloni bu ishlardan birortasiga zarracha hojati yo'q. Zarracha hojati yo'q. Agar butun dunyo kofir bo'lib, dunyoni kufrga to'ldirib yuborsa, Allohning xazinasidan okeanga bir cho'pni solib olgandek zarar yetmaydi. Ummonga bir cho'pni suqib unday qatarib olsa, o'shini suvi hech qanday kamimagandek, butun dunyo kofir bo'lib, dunyoni kufrga to'ldirib yuborsa, Allohning xazinasidan shuncha narsa kam qolmaydi. Yoki aksincha, butun dunyo, butun mavjudot, hammasi eng zo'r odamni, taqvodor odamni qalbiga ega bo'lib, dunyoni ibodatga to'ldirib, oshirib tashasa, Allohning xazinasiga bir tomchi qo'shilganchalik bir narsa qo'shilib qolmaydi. Hammasi bandalarning o'ziga bo'ladi. Alloh bizga ro'zani farz qilgan bo'lsa, majburlagan bo'lsa, bizni demak jannatga kirishimizni farz bo'lishini, kirishimiz naqd bo'lishini ta'minlash uchun qilgan. Alloh bizga 5 vaqt namozni farz qilgan bo'lsa, ko'zlagan birdan bir maqsadi o'sha namozni o'qib bandalar jannatga kirishi farz bo'lsin degani. Hajni farz qilsa ham shu, zakotni farz qilsa ham shu, boshqa farz ibodatlari bo'lsa ham maqsad shu.